Assalomu alaykum hammaga. Men Umida Anvarovnada bugun mehmon bo'lib keldim. Barcha O'zbekiston ayollarini qiynayotgan har qanaqangi savollariga javob olgani keldim. Assalomu alaykum Umida Anvarovna. Hamma o'zbek ayollar bitta katta muammo bor. Eri pul bermaslik muammosi. Ayol kishi bitta o'zini ham ko'rib chiqish kerak. Nima uchun sen pul bermaydigan turmush o'rtoqni oldi desan. Yig'lashingiz mumkin, ayblashingiz mumkin, shikoyat qilishingiz mumkin, undan norozi bo'lishingiz mumkin. Bu masalani hal qilmaydi. Janjal urush bilan oxiri bu narsaga erishadi, lekin qachongacha? Zo'r gapirsang, ilon ham inidan chiqib ketadi, har qanaqa erni eritib yuborasan. Erkakni siz qanday ko'rasiz? Erkak sizga shunday munosabat qiladi. Shu turmush o'rtog'ini hamma bilan solishtirib chiqishadi. Qo'shnilar bilan, aka-ukalar bilan, dugonasini eri bilan, hamma bilan. Meni turmush o'rtog'imni отношения qiladigan boshqa ayoli bor. Turmush o'rtog'ingiz so'roladigan ayollar oldida bo'ladi. Og'ir holatda erkaklar ayollarni oldida bo'lgisi kelmaydi. Men hech narsani tushunmayman va men psixologiyaga ishonmayman. O'zim uchun umuman yo'qqa aylangan. Ko'p ayollar bu narsalarga juda ham chuqur kirib ketyapti. Ikkisini birlashtiradigan holati ularning og'riqlari bo'ladi. Suyukli ayol bo'lgan yaxshimi? Qadrli ayol bo'lgan yaxshimi? Assalomu alaykum hammaga. Men Umida Anvarovnada bugun mehmon bo'lib keldim. Barcha O'zbekiston ayollarini qiynayotgan har qanaqangi savollariga javob olgani keldim. Umida Anvarovna bilasizlar, O'zbekistondagi nomer 1 ekspert psixologlar va bugun hammani qiynayotgan, yuragini ezayotgan savollariga javob olishga keldim. Assalomu alaykum Umida Anvarovna. Yaxshimisiz? Rahmat katta. Umida Anvarovna, sizni men juda ham ko'p kuzataman va aynan o'ylaymanki, hozirgi zamonda o'z ustida ishlagan va o'sha chet ellarda eng zamonaviy joylarda o'zingizni ustingizda ishlab kelgan va butun O'zbekiston ayollariga o'rnak bo'la oladigan tarzda bilimga egasiz. Men hali hech qaysi ekspertni ko'rmadim. 4 talab institutni bitirib, Angliyada, Germaniyalarda o'zini ustida ishlab kelganini ko'rmadim. Aynan shuning uchun men muhabbatim oshdi va sizga kursingizda birinchi bo'lib o'qib, o'sha izlanishga harakat qildim. Shu kungacha men hech qanaqa psixologik kurslarda o'qimaganman. Va juda ham o'zimning hayotimda o'zgarishlar katta va bugun o'zim hayotimdan burun ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarga javob olgani keldim. Aynan menga kelayotgan patsientlarim juda ham sizni kursingizda o'qishni orzu qilishadi va aynan o'zingizdan bu savollarni berishni juda ham orzu qilib, meni nomimdan qilib e'tiborishdi. Sizningcha hamma o'zbek ayollarida bitta katta muammo bor. Xo'p. Eri pul bermaslik muammosi. Aynan ko'yniga emas, tillaga emas, boshqa narsaga emas. Sog'lig'i uchun pul bermaydi. Ko'rinadigan tarzda tishlari yo'q og'zida. O'zim tarafidan aytsam. Chunki tish bilasiz, aynan chiroy bu. Lekin mana shu tishlariga ham adasi og'riyapti, adasi tish qo'ydiring, men uyalvonman deganda ham bo'laveradi deb pul bermaydi. Bunga qanaqa qaraysiz? Bu juda ham keng beriladigan savol. Bizda haqiqatan ham ayollarimiz ichida shunaqa muammo bor. Ya'ni bunga insonlar muammo deb qaragandan keyin albatta muammo bormi, yechimi bor. Nima uchun ayol kishiga turmush o'rtog'i pul bermasligi mumkin? Ya'ni bunga bitta sabab deya olmaydi, ehtimollarini aytib beraman. Ayol kishilar shu narsaga e'tibor berish kerak. Birinchi sabablardan biri ehtimol ayol yoshligida model поведения olgan, ya'ni ota-onasini hayotida pulga bo'lgan hikoyalari va munosabatlari bor. Ya'ni o'zini, mana misol uchun ayol kishi hech qachon o'zini taftish qilib ko'rmaydi. Nima uchun meni oldimda shunday nima uchun menga turmush o'rtog'im pul bermaydi? Meni turmush o'rtog'im yomonligidan yoki turmush o'rtog'im qizg'anchiqligidan yoki turmush o'rtog'im menga xohlamasligidan deb diqqatni turmush o'rtog'iga qaratamiz. Lekin aslida ayol kishi bitta o'zini ham ko'rib chiqish kerak. Nima uchun sen pul bermaydigan turmush o'rtoqni oldi desan. Agar ahamiyat bersangiz, shu turmush o'rtog'ingiz siz oilasiga yoki atrofga yoki do'stlariga
yoki qayni otangizga kimlargadir pul sarflayotganini ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz, lekin aynan nima uchun sizga pul bermayapti? Hattoki sog'lig'ingizga ham, ya'ni e'tiborsiz pul bersa, go'yoki siz u pulni olib boshqa narsaga ishlatib yuborasiz. Sog'lig'ingizga, ya'ni siz aytganingizdek ayollarni tishlariga berishmayapti. Bu masalada hech qachon diqqatni biz turmush o'rtoqqa qaratmaymiz. Sababi qanchalar biz turmush o'rtoqqa qaratganimiz bilan masala hal bo'lmaydi. Turmush o'rtoq o'zgarmaydi. Pul bermaydigan insonni yig'lashingiz mumkin, ayblashingiz mumkin, shikoyat qilishingiz mumkin, undan norozi bo'lishingiz mumkin. Bu masalani hal qilmaydi. Isterika qiladi kimdir, janjal urush bilan oxiri bu narsaga erishadi, lekin qachongacha, ya'ni davomiy, yana shunday holatlar hayotida kelib chiqishi mumkin. Bunday holatlarda ayollar nimaga e'tibor berish kerak? Sizni turmush o'rtog'ingiz sizga pul bermayotganda sizga bu nima his beradi? Kamsitilish hissimi? Nima his qildingiz turmush o'rtog'ingiz sizga pul bermaganda va shunday hissiyotni, pul haqidagi tushunchalarni qayerdan olgansiz? Uni bir nechta sabab va ehtimollari bor. Ehtimol aytganimdek, ota-onani munosabatida erkak onasiga pul bermaganini, ya'ni uyda erkak figurasi pul bermasligini ko'rgandan keyin qiz bolada shunday hislar, vivitlar shakllanadi, ya'ni tushunchalar shakllanadi. Model поведения oladi. Bu bitta ehtimol. Yana ikkinchi ehtimol siz uyda o'zingizni pulga noloyiqlik hissi bo'lishi mumkin. Ya'ni ayol o'zida noloyiqlik hissi bo'ladigan bo'lsa, men loyiq emasman, men bunday narsalarga arzimayman degan hissiyotlarimiz bo'lsa, bu bizni ichki hissiyotlarimizdan tashqaridagi nomi. Ya'ni sog'lig'ingga kerak, tishingga kerak, lekin sen bu narsaga arzimaysan. Hattoki aytishadiki, erimda puli bor, lekin aynan menga bermaydi, farzandlarimga beradi. Lekin mana shunaqa deyapsiz, meni otam bizga pul berganlar, lekin yana bitta o'zingizga savol berib ko'ring, sizga otangiz pul berganlar. Siz aytyapsizki, mana hozir farzandlarimga ayamaydi deyapsiz, lekin mendan ayaydi. Shu ota sizni uyingizda, oilangizda onangizga qanaqa munosabat bo'lgan? O'rtaligida pulda, ha, to'g'ri. Er-xotin o'rtasida to'g'ri, meni onamga pul bermasdi, lekin otam bizdan ayamasdi. Endi hozir kimga pul beryapti? O'zini farzandiga pul beryapti. Ya'ni bizning pul haqidagi hikoyalarimiz bor, tushunchalarimiz bor, hislarimiz bor. Ana o'sha hissiyot ichida pul haqidagi tushuncha va pul qanday kelish haqidagi, pul oson va yengil keladimi sizda tushuncha? Pulni oson va yengil arziysizmi? Ya'ni ko'proq o'zingizga diqqatingizni qaratadigan bo'lsangiz, diqqat turmush o'rtoqqa emas, o'zimizga. Albatta hamma masalani yechimi o'zimizda, faqat o'zimizda. Albatta bu chuqur ilmlar. Hozir demak o'zingda ekan degani bu sen aybdorsan degani emas. Demak bu savolni haqiqatdan yechim topish uchun berishgan bo'lsa, albatta o'tirishsin-da, qog'oz ruchka olishsin. Men turmush o'rtog'im pul bermayotganda o'zimni qanaqa his qilaman? Bu hissiyot menda birinchi marta qayerda bo'lgan? Pul haqidagi tushunchalarim qanday bo'lgan? Pul o'zi men uchun 12 yoshimgacha, 16 yoshimgacha hayotimda qanday rol o'ynadi? Pul olish oson bo'lganmi menga? Hozir ham olish osonmi? Mana 35 yoshsiz, lekin haqiqatdan ham turmush o'rtog'ingiz puli bor. Biz kichkinaligimizda bizani ota-onalarimizni puli bor ko'rgan bo'lishimiz mumkin, ko'p ko'rgan bo'lishimiz mumkin, lekin berishmaydi, noloyiqman degan tushunchalarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir hech narsa o'zgarmagan hayotingizda, faqat pulga bo'lgan munosabatingiz endi kattalashgan. Demak, sizni hozir ko'pchilik ayollar o'ylashi mumkin, demak, meni pul bermaydigan erim bo'ldi, shu qolaveradi. Hech qachon o'zgartirib bo'lmaydi. Endi asosiy masalasi, xo'p, bir xil aytishadiki, yaxshi ayol bo'lgin, shirin gapirgin, ovqatli qilib bergin, unga ухаживать qilgin, sen o'zing gapirishni bilmaysan. Zo'r gapirsang, ilonam inidan chiqib ketadi, har qanaqa erni eritib yuborasan. Va o'sha sen aytgan summani beradi, deyshadi. Mana shu masalada, demak, ayol o'zida ekanmi gap? Ayol no'noq. Ayol o'zi gapga chechak emas, ayol o'zi gapini topib gapira olmaydi va er ko'ngliga qisqa qilib aytganda joy topa olmaydi. To'g'rimi? Lekin men bu fikrga to'g'ri deb ayta olmayman. Nimaga? Sababi no'noq, eriga bunaqa podxodlar qilishni bilmaydigan,
bu narsani muhimlashtirmaydigan ayollarni ham erkaklari pul berishadi. Agar bu fakt bo'lganda, ya'ni erdan pul olish uchun faqat unga shirin gapir, ovqatini tayyorla, unga itoat qil degan narsalar noto'g'ri, tushunchalar noto'g'ri. U bizani o'zimizni mas'uliyatimiz, erkakka oldidagi mas'uliyat. Ya'ni biz uni majburiy pul olish uchun qilishimiz noto'g'ri. Agar bu takrorlanadigan bo'lsa, demak, sizda shunaqa shakllanadiki, demak, men bu ishlarni pul uchun qilyapmanmi turmush o'rtog'imga yoki bu meni mas'uliyatimmi? Ayol kishi bu narsalarni tushunchalar bo'lgani uchun bu tushunchalar kimdadir bo'lgandir. Eriga yaxshi gapirib, shirin ovqatlar qilib, aldab-suldab pul olgan kimdir tajribasida bo'lishi mumkin. Lekin bu agar biz pul uchun bu narsa qiladigan bo'lsak, bizni ayollar o'zini shunaqa his qilish kerakki, siz prosta uni ayoli bo'lganingiz uchun ham turmush o'rtog'ingizning mas'uliyati sizga pul berish. Mana misol uchun onasiga mas'ul emas erkak kishi pul berish. Onasiga mas'ul emas. Agar onasi och qolmayotgan bo'lsa, yegulligi va kasal bo'lib, sog'lig'iga misol uchun muhtoj bo'lmayotgan bo'lsa, lekin mas'uliyat xotinining oldida onasidan ko'ra yuqori erkak kishini. Ya'ni erkak kishi ayoliga ham mas'ul, ham majbur. Chunki ayol bilan erkak birga munosabat qurgandan keyin ona boshqa farzandlardan olishi mumkin. Ona o'zini turmush o'rtog'idan olishi mumkin. Lekin ayoli kimdan oladi? Ya'ni bu tushuncha erkaklarda emas, o'zi aslida ayollarda shakllansa, meni erim shunday xatti-harakat qiladi menga. Ya'ni men o'zim erkakka nima deb o'ylayapman? Erkakka men ishini qilsam, u ishini qilsam, xo'p desam, kirini yuvsam, yaxshi xotin bo'lsam pul beradi deb o'ylayapmanmi? Demak, bu o'ylovlarimni isbotiga menga vaziyat yaratadi. Ya'ni vaziyat yaraladi va men shu o'ylovlarimni isbotini topaman. Bundan chiqdi, ayol o'zini chuqur ilm bilan shug'ullanib, ya'ni psixologik tayyorlab, o'zi kimligi, o'sha oiladagi o'rnini topish kerak ekan. To'g'rimi? O'sha o'zi haqidagi fikrini va tushunchalarini o'zgartirgandan keyin unga hamma narsa oson bo'lishi boshlar ekan. Holati. Mana qarang, sizning hayotingiz, sizning holatingiz. Sizni qanday ichki chuqur holatingiz bor? Ichki holatingiz nima deyapti? Ichingizdagi tushunchalaringiz, ichingizdagi bo'lgan o'ylovlaringiz qanday? O'shaning uchun hech qachon unutishimiz kerak emas. Gumoningdaman deyilgan. Ya'ni sizning ichki gumonlaringiz, eringiz haqingizdagi fikrlaringiz, erkak figurasi siz uchun kim? Erkakni siz qanday ko'rasiz? Erkak sizga shunday munosabat qiladi. Bu yerda hozir gap ayolda, gap erkakda ketmayapti. Agar siz savollarni erkak tarafidan beradigan bo'lsangiz, erkaklarni o'zini ichki holati va o'sha sostoyaniyaga mos har doim ayol bilan yashaydi. Erkak ichidagi holati bilan ayol unga vaziyat yaratib beradi. Ayolni ichki holati bilan erkak unga vaziyat yaratib beradi. Ya'ni bizni o'zgartiradigan narsa erimizni o'zgartirish yoki uni ayblash yoki kimnidir turmush o'rtog'iga havas qilish emas. O'sha siz havas qilayotgan turmush o'rtoqlarni ayollari o'zi aslida ularni holati shunaqa. Ya'ni ular o'zini prosta ayol bo'lgani uchun ham bu narsaga arzitishadi. Prosta bolalarini onasi bo'lgani uchun ham ular o'ylamaydi. Men anu qilib bersam, buni qilib bersam, erim qilib beradi deb o'ylamaydi. Ular men uni ayoli bo'lganim uchun ham meni erim mas'ul. Ya'ni men uni farzandlarining onasi bo'lganim uchun ham qilib beradilar degan tushuncha va ichki holati, sostoyaniyasi bo'lgani uchun bunday ayollarga oson va yengil qilib beradi erkak zot. Oson va yengil qilib beradi. To'g'ri aytasiz, chunki ko'pchilik o'ylaydi, mana meni erim menga pul bermaydi, mana aytadi, o'sinim eri malades. O'sinim eri voy so'ramasa ham beradi. Mana sog'lig'iga pul beradi, dam oldiradi, ko'ngil olib beradi, hamma narsalar qilib beradi. Va o'sha o'zingiz aytganingizdek, o'zining ichki holati emas, tashqarida, xayoli boshqa joyda. Va siz to'g'ri deb o'ylaysizmi? Ikkita erkakni bir-biri bilan solishtirish. Bu bizani o'zbek ayollarimizda juda ham ko'p. O'zini o'sha turmush o'rtog'ini hamma bilan solishtirib chiqishadi. Qo'shnilar bilan, boshqa aka-ukalar bilan, dugonasini eri bilan, hamma bilan. Nima deb o'ylaysiz? Solishtirishga ularda fakt bilan rost bor. Haqiqatdan ularni eri bermayapti, haqiqatdan ham qo'shnisini, dugonasini yoki o'zini eri berib turibdi. Ya'ni ularda fakt bilan rost bor-da solishtirishga. Lekin ayollar mana shu tushunchani tushunib olishsa, solishtirish emas aslida
aksincha o'zlarini holatlari, ya'ni o'ylovlari, tushunchalariga diqqat qaratishgan bo'ladi. Agar siz o'sha solishtirayotgan o'zingizni erkagingiz bilan solishtirayotgan erkakni ayoli bo'lsangiz, u erkak baribir sizga shunaqa munosabat qilgan bo'ladi. Sizni qayningiz bo'lsa ham, sizni qo'shningiz bo'lsa ham, sizni dugonangizni eri agar siz bilan munosabat yoki sizni ayoli qilganda yoki siz dugonangiz o'rniga u erkakni ayoli bo'lganingizda, sizga u erkak baribir hozirgi holatingizga mos munosabat qilinadi. Tajribamda juda ham ko'p shunaqa konsultatsiyalar qilganman, shunaqa savollar kelgan. Bir erkakni ikkita ayoli bor. Yoki bir ayolni turmush o'rtog'ini boshqa ayoli bor, munosabat qiladigan ayoli bor. Keladi. Mana men 20 yilga ayoliman, lekin men bilib qoldim, meni turmush o'rtog'imni отношения qiladigan boshqa ayoli bor. Men chidolmayapman. 20 yildan beri meni turmush o'rtog'im menga bunday SMSlar, asalim, jonim deb shunaqa mashinalar olib bermaganlar. Men Cobaltda yuraman, lekin mana olib berishni bilarkan-ku, shunaqa gaplarni og'zidan chiqarkan-ku, men erimni tanimay qoldim deydi. Hayron deydi. Nega? 20 yildan beri yashab bitta yostiqqa bosh qo'yib, meni erimdan shunaqa so'zlar chiqishini bilmas ekanman deydi. Ana endi hozir aytayotgan gapim, sizning turmush o'rtog'ingiz shu so'zlarni o'ziga ruxsat beradigan, shu narsani oddiy va yengil unga Malibular olib beradigan, ya'ni o'shunaqa hislari bo'lgancha o'zini shu narsaga arzitgani uchun sizni turmush o'rtog'ingiz siz bolalarimni maktabi, uy qurishi, biznesidagi rivoji, uni ayagan saringiz noloyiqlik hissingiz bo'lsa, eringizni состоянияsiga mos xatti-harakat qilmasangiz, misol uchun men aytmayman, o'z turmush o'rtog'ingizni haqiqatdan ham holati hozir ishlari yurishmayotgan bo'lishi yoki hozir turmush o'rtog'ingizni hamma o'zining turmush o'rtog'ini yashayotganda uni darajasini biladi, ya'ni moddiy darajasini bilasiz. Moddiy darajasiga mos so'ra olishni bilishimiz kerak. Agar yo'q bo'lsa, haqiqatdan ham yo'q narsani so'ralmaydi ayol. Bor, lekin bor bo'lib turib o'zingizni arzitmasangiz, o'sha turmush o'rtog'ingizni holatiga mos, u bilan teng, undan so'ra olishni bilmasangiz, turmush o'rtog'ingiz so'ra oladigan ayollar oldida bo'ladi. Demak, bitta konsultatsiyadan bitta misol aytib beraman. Bu ibrat uchun sizga bir ayol konsultatsiyaga kelib, meni turmush o'rtog'im boshqa ayolga uylanyaptilar. Hozir men ular bilan yashamayapman. Chunki yomon jonim chiqdi. Nimaga mana 15 yildan beri biz hamma narsani birga qilganmiz, noldan boshladik. Menga bunaqa mashina olib beribdi, unga bunaqa mashina olib beribdi. Uni mamiyolaga olib borib aylantirib yuribdi. Meni faqat bolalarim bilan jo'natadi, o'zimni olib bormaydi. Men o'zimga men bunaqa joydan shopping qilaman. Men turmush o'rtog'im u bilan Fransiyada shopping qilib yuribdi. Ana endi men u ayolga savol beraman, aytaman. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan yashayotganingizda soстоянияsi borligini bilarmidingiz? Ha, bilaman, juda ham ko'p. Состоятельный odam, juda ham ko'p. Puli bor, holatimiz zo'r. Lekin o'zingiz eng qimmat so'rab olgan narsangiz nima bo'lgan? Men erimdan hech narsa so'ramaganman, chunki erim hech narsasi menga kerak emas, chunki men so'rashga ham xayolimga kelmagan. Chunki men xohlagan narsalar mana shu narsalar bo'lgan. Ana endi siz eng qimmat olgan shu eringiz состояниясida eng qimmat so'ragan narsangiz nima bo'lgan? Men hech narsa so'ramaganman. Ana endi erkak kishining состоянияsi bor, lekin erkak kishi o'sha so'ra oladigan, unga qildira oladigan ayolni xohlaydi. Erkak o'zini состоянияsidan foydalana oladigan ayollarni xohlaydi. Lekin u foydalanishni ayollar bilmaydi. Foydalanishni bilish kerak. Ha, foydalanishni. Men agar turmush o'rtog'imni состояниясini, u meni shirin so'zim yoki qilayotgan xatti-harakatim qanday bo'lishidan qat'iy nazar foydalanishni bilish kerak. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz holatingizga qarab turib sizga munosabat qiladi. Agar siz o'zingizni loyiq ko'rsangiz, turmush o'rtog'ingizga, siz o'zingizni uni topayotgan moddiyati, uni yonidagi, uni отношенияsiga o'zingizni loyiq ko'rsangiz, ana o'shanda sizga shunaqa munosabat bo'ladi. Agar siz u hislar, bu holat sizda, holat, ya'ni ayolning holati og'ir bo'lsa, ayolning holati har doim tushkun bo'lsa, ayolning holati kayfiyatsiz bo'lsa, ayolning holati
har doim norozichilik bo'lsa, shikoyat bo'ladigan bo'lsa, bu og'ir holat. Ya'ni ayolning holati tushkun va og'ir. Bunday tushkun kayfiyatda va og'ir holatda erkaklar ayollarni oldida bo'lgisi kelmaydi. Erkaklar tabiatidan yengil holat, ya'ni yengillik beradigan, xotirjamlik beradigan, shunday holat beradigan ayollarning oldida har doim bo'lgisi keladi. Endi bizning o'zbek ayollarimizning bahonasi bor. Aytadi, qanaqa men yengil ayol bo'lay. Men ota-onasini kaprizini ko'taraymi, ularga qaraymi, xizmatini qilaymi, uyini tozalaymi, bolasini qaraymi, maktabiga boraymi, uni orqasidan yuraymi. Qanaqa qilib men shuncha ishni qilib, yana yengil, chiroyli, o'zimga qaraydigan, yaxshi ayol bo'lib, yana xingir qiladigan. O'zi chunki 4 ta boladan keyin asabim уже qolmagan deydi-da ko'pchilik. Mana endi siz hozir shunaqa aytib beryapsiz, qaynonasiga qaraymi, ovqatini qilaymi, bolani olib boraymi, ana qilaymi, bu o'zbekchilikda shunaqa. Endi qarang, xuddi shu aytayotgan narsangizni yengil holatda qilishi mumkin. Men ota-onasiga ovqat qilib beraman, yengil holatda, men ularni roziligini olish uchun ertaga o'g'il farzand katta qilyapman, meni ham kelinlarim shunaqa e'zozlash uchun yengil holat. Ayjon, adajon, bitta duo qiling. Voy, mashalloh, qizim, kelinim, yengil holat. Ayjon, men ketdim, yugurib bolalarni tashlab kelaman. Yo'lda bolalarni tashlab kelaman, qaytayotganda ozgina havolada aylanib, yana yengillik holat. Uyga keldim, ya'ni nimadir o'zimga yoqqan narsani pishiryapman, o'sha narsadan ko'rib quvonib, yana undan ham yengillik, hamma narsadan yengillik topsa bo'ladi. Ya'ni og'irlikni o'zimizga o'zimiz yaratamiz. Xo'p, ana endi olaylik. Sen ayol ona bo'lding. Sana 4 ta farzanding bor. Bu farzandni onasi bo'lishni farzandlaring tanladimi sana? Sen o'zing mas'uliyat olding. Ya'ni bizni farzandlarimizning oldida biz hamma narsani majburiyatdan qilamiz. Majbur erimizni ota-onasiga qaraymiz. Majbur farzandlarimizga ona bo'lamiz. Majbur ayol kishi bo'lib erimizga xotinlik qilamiz. Agar bu majburiyat emas, mas'uliyat bo'lsa, men erim oldidagi mas'uliyatlarimni bilib olsam, men farzandlarim oldidagi onalik mas'uliyatimni bilib olsam, men turmush o'rtog'imni ota-onasining oldidagi mas'uliyatimni bilib olsam, bu menga og'irlik emas, bu menga yengillik beradi. Hamma narsada bu normal holat. Bizning jamiyatimizda, bizning oilam, bizning qadriyatlarimizda bolali bo'lish, qaynona-qaynota bilan uni inkor qila olmaymiz, lekin o'sha yerda yashab turib ham o'zimizga og'ir holat yaratish, o'sha oilada yashab turib ham o'sha hayotdan yengillik topish, bu bizni tanlovimiz, bizni qarorimiz. Xo'p, ana endi bunday qarorlarni berish uchun ayol haqiqatan ham har qanday bo'layotgan vaziyatlarda tafakkur qilishni o'rganish kerak. Men bitta narsani esimdan chiqarmayman, esingizda bo'lsa, birinchi marta oldingizga borganimda savollar berib ketgansiz, qiziqqansiz, kimsiz, qayerda ishlaysiz degan savollar berishni boshlagansiz. Vaholanki to'g'risi aytishni istamaganman. Sizni internetda ko'rib qolganman. Oldingizga nima uchun borganman? Ayollar va bolalar deb meni o'sha narsa tortgan. Ana o'shanda protsedura tugagandan keyin o'zimning kasbimga mos savol berganingizda, o'shanda voy ketgansiz. Faqat diqqatingiz atrofingizda edi. Mani hayotim unaqa, qo'l ostimdagilar unaqa, nega odamlar unaqa, nimaga patsientlar unaqa, nimaga men unaqa, men hech narsani tushunmayman va men psixologiyaga ishonmayman. Meni ishontirmang. Men ishonmayman. Qanaqa deganmisiz? Degansiz. Ana endi men sizga nima taklif berganman? Men sizga hozir buni tushuntirib bera olmayman. Bir og'iz so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Iltimos deganman sizga. Iltimos deganman. Keling. Bitta kelingda o'zingiz o'sha narsalarning guvohi bo'ling. Kelib siz menda nima qildingiz? Siz ichki sostoyaningizni o'zgartirdingiz, bo'ldi. Atrofingizni o'zgartirmadingiz, ishchilaringizni o'zgartirmadingiz, klinikangizni o'zgartirmadingiz. O'sha hammasi. Hamma narsa o'sha. Lekin holatingiz o'zgargani uchun nima bo'ldi? Hamma atrof o'zgardi. Holatingiz o'zgardi. Даже ishchilarim ham hammasi, xullas o'sha ishlaydigan ayni doktorlarim aytibdi, siz vashi boshqa bo'lib qoldingiz, umuman boshqa odam bo'lib qoldingiz. Nega? Chunki menda har doim o'sha aytayotganingizdek energiyam, ichki holatim boshqa odamlarda edi. Boshqa odamlarda o'zimda yo'q. Men o'zim shu yerda emas edim. Va o'sha aytganingizdek ishim ham orqaga ketaverardi, erim bilan ham o'rtamizda konflikt bo'laverardi, bolalarimga vaqtim ajrata olmasdim. O'zim uchun umuman yo'qqa aylangan edim. Barno hamma joyda bor, lekin barno yo'q.
hozir o'ylaymanki, Barno bor va borlikka harakat qilyapti. Va o'shandan keyin o'ylaganmanki, har bitta ayol har qanaqa kasb bo'lishidan qat'iy nazar, u yoki uy bekasimi, yoki u tikuvchi bo'ladimi, bichuvchi bo'ladimi, doktor bo'ladimi, farqi yo'q. O'zini ichki olami, ya'ni ruhiyati bilan ishlash kerak. Xuddi shunaqa siz tishingizni og'risa o'zingiz kelib davolab qo'ya olmaysiz. Mana ham xuddi shunaqa bu meni qalb ichki ruhiyatim bilan, demak, ruhiy olam, ya'ni psixologiya bo'yicha o'zini mutaxassislariga, ya'ni sizga murojaat qilish kerak. Birinchi o'rinda. Ishonmaganingizda ishonmasdan kelgansiz. Chunki o'zingiz ham aytgansiz, men bunga ishonmayman dedingiz. Ishonmayman, hech kimga ishonmas edim. Bitta kelib ko'ring deganimda, mana o'shaning uchun ko'p ayollarga aytaman, ayollar ichki holatingizni o'zgartiring. Holat. Bo'lib tinch qo'ying. Eringizni, uni pul bermasligini, qaynonangizdan shikoyat, bolalaringizdan shikoyat, bolalar ham bizning ichki holatimiz, bizni turmush o'rtog'imiz biznes sostoyaniyamiz, holatimiz. U boshqa ayolga ketyaptimi, sizga xiyonat qilyaptimi, sizga pul bermayaptimi, sizga yaxshi munosabat qilmayaptimi, farqi yo'q. Qanday munosabatmi, har qanday holatda sizni holatingizga mos atrofda sizga munosabat bo'ladi. Shuni ayollarga tushuntirgim keladi, lekin vaholanki faqat ayollar savollar bilan o'zini hayotiga nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lishadi. Savollarga olingan to'g'ri javoblar ham insonlarning hayotiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Eshitmaydigan. Ayollar eshitmaydi. Umuman eshitmaydi. Yo'q. Men o'zim bilaman. Hamma narsani o'zim bilaman, o'zim boshimdan o'tdi. Siz o'zingiz haqingizda gapirdingiz, chunki xuddi shu gapni men sizga kelishni taklif bildirganimda, yo'q, men bilaman, men o'qiganman, eshitganman, men narsalarni eshitganman, men ko'rdim, borganlarni ham ko'rdim, bildim, men ishonmayman degansiz, to'g'rimi? Chunki men aytganman sizga, juda ham ko'p o'sha aynan psixologiya kurslariga bo'lgan ayollar kelib, nabrot o'zini hayotini qaytanga orqaga surib olgan. Aytdim-ku, har xil meni tushunchalarim, o'ylovlarim bilan sizniki bir xil bo'lgan, ya'ni o'sha psixogenetikaga qarshi. Ya'ni men o'zim psixogenetikani aynan yomon ko'raman va o'ylaymanki, bizani qilib qo'ygan ishlarimiz uchun otalarimiz, onalarimiz, ya'ni kimdirlar bir aybdor bo'lgan narsalar haqida ko'p ayollar bu narsalarga juda ham chuqur kirib ketyapti va aytayotganingizdek o'zida emas, xayoli atrofda. Endi yana undan beshbattar o'lib ketgan qarindoshlarini oldida-da xayoli. Mana shu butun olamda, ya'ni butun hamma yoqda va aybni boshqalarga to'nkash bo'yicha undan boshqa hayotini orqaga tortib ketayotgan ayollarni ko'rganimdan keyin aynan psixologiyaga bo'lgan tushuncham boshqacha bo'lgan. Bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p. Aynan, xo'p, tushundim ichki ruhiyat holati. Bu ayollarga nima deysiz? Erimma, ol pulni. Bor, o'zing sog'lig'ingga qarat, bunaqa yurma. O'zing mana kiyimlar olgin, tushlaringni qildir, o'zingga qarab yur xotin deb pul beradi-da, qildirmaydi. Kelmaydi. Keladi-da, voy mama qancha bo'ladi, nech pul bo'ladi? Yo'q. Oddiysini qo'yib qo'ya qoling. Bo'lmaydi, mayli, ko'rinmayapti-yu, mana shularda tishim bo'lmasa ham mayli deb yuraverishadi. Bu ayollarga qarata nima deysiz? Ehtimol bu qizchalar yoshligida shunaqa holatda o'sishgan, puldan qiynalgan holatda bo'lgani uchun, ya'ni turmush o'rtog'i ularga pul berganda yoki ularni qo'liga qayerdan pul kelib qolganda, ya'ni ularda qo'rquv, xavotir bor ertangi kunidan. Ya'ni hozir ishlatib qo'ysam, ertaga erim qaytib bermasligi mumkin. Hozir agar bu pulni ishlatib qo'yadigan bo'lsam, boshqa narsa ola olmasligi mumkin. Ya'ni qo'rquv va xavotirlari orqali pullarini ishlatishmaydi. Vaholanki aqlan tushunib turishsa ham, qarang, yana hislariga qarata, chunki pul bu topish oson emas, pul ketib qolsa kelish qiyin degan tushunchalari o'zlaridagi turgan o'sha pullarni yig'ishga olib keladi. Pulni yig'adigan ayollarda haqiqatan ham yoshligida puldan qiyinchilik va pul kelsa oson ketib qolmaslik kerak, pulni yig'ish kerak degan tushuncha bo'lgani uchun ularga berilgan va ularning sog'lig'iga berilgan pullardan hattoki o'zlari anglamagan holatda o'zlaridan ayashadi. Va
nolib yurishadi. Va nolib yurishadi. Chunki ko'p ayollarni aytamanda, mana erim pul berdi, o'zimga hech narsa olmadim, voy bolam tishini qildirdim, o'zimga narsa olmadim, kuyovimga sarpa oldim, kelinimga uni oldim, buni oldim. O'zingizga nima oldingiz? O'zingga hech narsa. Voy bulardan orttirib men o'zimga hech narsa olmayman. Bularga nima deysiz? Bularda ham xuddi shunaqa tushunchami? Bulardagi o'zidan ayashlik, ya'ni noloyiqlik hissi, ya'ni o'zini bu narsalarga arzitishmaydi. Ya'ni menda agar noloyiqlik hissi bo'ladigan bo'lsa, meni hech narsaga loyiq ko'rishmagan bo'lsa, demak bu his bilan men o'zimni arzitmayman. Ya'ni men o'zgalarning xursandchiligi bilan o'zimni xursand qilib yuraveraman. Misol uchun, bunday ayollar nima qiladi? Bular depressiv shaxslar borishadi. Misol uchun qayerdadir chiroyli idish ko'rishdi, lekin shundoq qarashadi, yo'q, shu chashkada ichishga o'zini loyiq ko'rishmaydi va lekin shu chashkani olib o'zini ustozigami, o'zini yaqinlarigami olib shu chashkandagi idishni olib sovg'a qilishligi mumkin. Bundan maqsad nima bo'ladi? Shu sovg'ani olib turib kimnidir xursand qilishsa, shundan o'zligi xursand bo'lishadi. Ya'ni bunday ayollarga nimadir yoqsa, kimgadir olib berishda, mana o'shaning uchun puli bo'ladi, bozorga tushadi-da, o'ziga olishdan ko'ra shu narsani oladi yoki ular qaynonasiga olib beradi, turmush o'rtog'iga, o'zi turmush o'rtog'i pul bergan, yana turmush o'rtog'iga nimadirlar ko'tarib chiqishadi, bolalariga nimadir ko'tarib chiqishadi, chunki ularga o'ziga qilib o'zini xursand qilgandan ko'ra bu tushuncha yo'q bo'ladi, chunki o'ziga nisbatan noloyiqlik hissi bor. Demak, men o'zimni xursandchiligimni faqat o'zgalarni xursand qilibgina his qilaman. Shuning uchun ular o'ziga berilgan va o'ziga kelgan har qanday narsani kimlar bilandir ulashib, ularni xursandchiligi orqali o'zini xursand his qiladigan ayollar hisoblanadi. Juda ham qiziqarli bo'ldi, chunki bizani umumiy o'zbek ayollarimizdagi uchraydigan katta muammolardan bittasi shu. Aytingchi, bizada ikki xil tushuncha bor. Suyukli ayol bo'lgan yaxshimi, qadrli ayol bo'lgan yaxshimi? Ko'pchilik o'ylashadiki, qadrli va obro'li ayol bo'lishi yaxshi ko'rishadi. Chunki u bundoq o'tirganida, gapda, ayniqsa bizlarning o'zbek ayollarimizda to'y tomoshasi ko'p. Shu ikkita o'rtog'ini oldida o'tirganida, unga bolalari uni xizmatini qilib, kelinlari unga xizmatini qilib, yaxshi gapirib, eri uni nima desa bo'ladi, qo'lida ko'tarib yurar ekan desa, voy zo'r deydi. Lekin shu ko'rsangiz, o'sha farzandlarini, erini qanaqadir majburan unga nisbatan qilayotgan bo'ladi. Ya'ni u suyukli ayol emas, obro'li ayol bo'lishi, suyukli ayol bo'lgandan ko'ra ustun deb bilishadi. Shu ikki xil tushuncha bo'yicha nima deb o'ylaysiz? Albatta hammaning fikri har xil, lekin men o'zimning fikrimni aytaman. Nimaga biz faqat bittasi bo'lishimiz kerak? Ham suyukli, ham obro'li bo'lishimiz mumkin. Chunki obro'li ham suyukli bo'lish bir-birini to'ldiradi. Bu tushunchalar ikkalasiga qarama-qarshi tushuncha emas. Ya'ni ayol ham obro'li bo'lishi mumkin, ya'ni qayni bo'ynilari, ovsillari qaynonasini oldida, ya'ni o'zini hamkasblarini oldida obro' e'tiborli hamda suyukli rahbar bo'lishi mumkin, suyukli yor bo'lishi mumkin, suyukli kelin bo'lishi mumkin. Demak, alohida suyukli yoki obro'li bu men o'ylaymanki, meni fikrim noto'g'ri tushuncha deb o'ylayman. Suyukli va obro'li, ya'ni suyukli bo'lish va obro'li bo'lish bir-birini to'ldiradi. Obro'li erkaklar oldida har doim obro'li erkaklarga suyukli ayollar tortiladi. Ya'ni obro'li erkaklarni har doim yonida bunday erkakni suyadigan ayollari bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ular bir-birini to'ldiryapti. Yoki obro'li yoki suyukli bo'lish qaysi biri yaxshi degan tushuncha meni tushuncham bo'yicha ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Obro'li bo'lish ham suyukli bo'lish. Endi juda ham katta mavzu, ko'p psixologlar aynan shu borada kurslar qilishadi. Ya'ni siz badavlat erkakning ayoli bo'ling yoki eringizni millioner qilmoqchi bo'lsangiz, siz mana shu 5 ta xislatni o'zingizda jamlagan bo'lishingiz kerak yoki mana shu ishlarni qilsangiz, sizni eringiz albatta boyib ketadi, millioner bo'lib ketadi, zo'r bo'lib ketadi. Unda o'ylaysizda, demak ayollarga bog'liq ekanda, eri zo'r bo'lib ketishi. Demak, o'sha erini ishi yurishmayapti ekanda, demak ayol aybdormi? Ishi zo'r bo'lib ketgan erkaklarda
aksariyat erkaklarni, успешный erkaklarni ko'rsangiz, ularni naborot oilasi ham yo'q. Yoki ayoli bilan ajrashgan. Chunki dunyodagi eng boy erkakni ham ko'ramiz, u butun boyligini teng taqsimlab ayoli bilan 50 yoshida ajrashdi. U haqida nima deysiz? O'shaning uchun milliarder erkak qilishingiz uchun 5 ta mana bunaqa usul degan balki kurslar haqiqatdan ham kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Lekin hozir savolingiz shunaqaki, demak, erkakni boy bo'lishi uchun ayolni hissasi ham bo'lishi kerakmi demoqchimisiz? Hissasi bo'lishi kerak. Boyligida. Birinchidan, boylik tushunchasi bu rizq masalasi. Ya'ni kimdir ayoli zo'rligidan yoki kimdir ko'p ishlagandan yoki intellekti balandligidan boy bo'ladi degan tushuncha noto'g'ri. Boylik bizga belgilanib bo'lingan. Faqatgina shu boyligimizda bizda baraka bo'lmasligi mumkin. Erkak kishi haqiqatan ham holati ayolni holatiga qarab turib, erkak kishini hayotida topayotgan moddiyatida baraka bo'lishi ayolga qisman bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin eng qiziq joyini aytib beraman-da. Eng qiziq joyi sizni turmush o'rtog'i sizgacha kelguncha ham qanaqadir og'riqlari bo'lgan, qayerdadir tarbiya olgan, uni o'stirgan ota-onasi bo'lgan. Ya'ni senga ras uylandi-da, ering ya'ni yomon bo'lib qoldi, yaxshi bo'lib qoldi emas. Demak, sen yomon deyotgan yoki o'sha omadli deyotgan erkakni oldida sen nimaga borib qolding, birlashding. Ya'ni ayolni ham erkakni ham birlashtiradigan, ikkisini birlashtiradigan holati ularning og'riqlari bo'ladi. Ya'ni holati bo'ladi. Ya'ni erkakka mos holatiga ayol uni hayotiga kirib keladi, ayolning holatiga erkak kirib keladi. Ana endi yashayotganda haqiqatdan ham ayolning holatiga mos erida hayotida moddiyatiga ta'sir qilishi mumkin. Chunki agar ayol haqiqatdan ham hozirgi hayotidan noliydigan bo'lsa, shikoyat qiladigan bo'lsa, bu albatta uydagi muhitga ta'sir qiladi va sizni holatingiz tushkun bo'ladi, cho'kadi. Men noroziman, shikoyat qilaveraman, men ko'na olmayman, men chida olmayman, men xohlamayman, ya'ni meni holatim past. Bu holatga mos sizni turmush o'rtog'ingiz ham holati tushadi. Chunki bitta uyda yashaganingizdan keyin bir-biringizga juda ham emotsional ayol va erkak bog'liq bo'ladi. Ya'ni agar shunday erkaklar bor, ayolni holatiga qarab o'tirmaydi-da, oladi-da, shunda chiqadi, u holatini ko'chada oshna og'aynilari bilan yoki yonida qandaydir ayollar bilan holatini ko'tarib yuraveradi. Demak, uyda tushkun ayoli, depressiv, norozi, shikoyatchi ayoli bo'lsa ham erkakka holati zo'r bo'lib yurishi mumkin. Lekin bir xil o'shaning uchun hammaga bitta maslahat to'g'ri kelmaydi. Ehtimol hammaligi har xil. Yoki erkakni uydagi ayoli, shu ayoliga emotsional juda ham bog'liq. Ayoli norozi eridan, ayoli shikoyat qilyapti, ayoli tushkun holatda, bu holat erkakning holatiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni ayolini holatiga tushib oladi va albatta erkakni holati tashqarida ishlariga ham ta'sir qiladi. Ya'ni eri boy bo'lib ketishi yoki kambag'al bo'lishi ayoldan degan tushuncha u noto'g'ri. Lekin ayolni holatidan degan tushuncha, ya'ni sizni ichki holatingiz qanday? Sen o'sha boylik haqidagi tushunchalarni senga tarbiyangda yoki tushunchalaringga kim singdirgan? Ya'ni sen o'ylaysanki, ani boy erkakni ko'rib turib, meni erim boy bo'lmayapti, nimaga deb o'ylaysan. Lekin agar bizga to'g'ri tarbiya berilganda, boylik yoki kambag'allik bizga davno yozib bo'lingan. Ya'ni bizni faqat o'sha turmush o'rtoq bilan yashayotganda bizani ta'sir qiladigan tarafimiz, bizani agar holatimiz yuqori bo'lsa, tushkun bo'lmasa, kayfiyatimiz zo'r bo'lsa, baraka kiradi. Baraka kiradi. Moliga, davlatiga, hayotiga baraka kiradi. Ayol kishiga erkakni barakali yo barakasiz bo'lishi bog'liq bo'ladi. Uy tutishida, o'zini qanaqa tutishida, eriga qilayotgan munosabatida, nolishida, shikoyatida yoki rozi bo'lishida, xursand bo'lishida, eriga qilayotgan munosabatida faqatgina barakali bo'lishi mumkin. Erkak barakali, ishlarida baraka, pullarida baraka, ayolga bog'liq deb ayta olaman. Lekin kambag'al yo boylikka
Bu ayolning qo'lida emas. Ya'ni kambag'allik, boylikni belgilovchi bor va u belgilanib bo'lingan. Faqat o'sha boyligidan baraka ketishi yoki hozirgi ishlarida yoki holatida baraka bo'lishi yoki barakasizligi albatta ayoli bilan munosabatiga bog'liq. Ha, to'g'ri, rahmat. Lekin shu tushunchalar ham borki, ya'ni ayol kishi uyda ko'p pul topsa, erining ishlari yurishib ketmaydi. Erining ishlari orqaga ketadi va ayol kishi zo'r pul topsa, erkak kishi pul topmay qo'yadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Ko'pchilik ayollar aytadi, mana ishlashni boshlaganimdan keyin, shuncha pul topganimdan keyin erim o'tiribdi, televizor ko'rib, uyga ikkita non ham ko'tarib kelmaydi. Bunga qanaqa qaraysiz? Bu ham individual, hammanikida, hamma oilada har xil. Ya'ni ayol kishi pul topishni boshlagandan keyin agar erkak vazifalarini o'z bo'yniga oladigan bo'lsa va erga munosabati o'zgaradigan bo'lsa, pul topgandan keyin erni qadrsizlantiradigan bo'lsa, albatta oila mas'uliyatini olib, erni qadrsiz ko'rib, ya'ni ayol o'zini erini oldidagi mas'uliyatlarni unutib qo'yib, bu mas'uliyatlarni pul topish bilan almashtirib yuboradigan bo'lsa, albatta bu oilaga ta'sir qiladi. Lekin agar ayol turmush o'rtog'idan katta pul topsa-yu, lekin ayollik mas'uliyatini va ayol o'zini joyida bo'lsa, ya'ni sistemada o'zini joyida bo'lsa, ya'ni ayol bolalariga ona, turmush o'rtog'iga ayol, ota-onasiga qiz farzand, ya'ni ota-onasiga ota-ona bo'lib oladi, bir xil ayollar. Turmush o'rtog'iga ona bo'lib oladi, mana ko'p pul topgandan keyin va farzandlariga umuman ona bo'lish mas'uliyatini unutadi. Ana o'sha paytda haqiqatdan ham siz aytgan holat bo'lishi mumkin. Lekin ayol kishi katta pul topsa, turmush o'rtog'ini hech qanday ishiga ham rizqiga ham, chunki har bir insonning rizq o'ziga beriladi. Ya'ni faqat siz agar harakat qilmayotgan bo'lsangiz, bu rizqingiz sizga kimlardir sabab orqali kirib kelishi mumkin. Lekin uni barakali yo barakasiz qilishi sizni yana aytganimdek holatingizga bog'liq. Agar men katta pul topmayman deb erimni qadrsizlantirsam, unga itoatsizlik qilishni boshlasam, ya'ni katta pul topganimdan keyin meni turmush o'rtog'im o'zimga boshqacha ko'rinadigan bo'lsa, ya'ni uydagi hamma mas'uliyatni men bo'ynimga olsam, ya'ni erkaklik mas'uliyatlarini bo'ynimga oladigan bo'lsam va majburiyatlarni bo'ynimga oladigan bo'lsam, albatta bu moddiy tarafimizga ta'sir qiladi. Lekin o'shaning uchun katta daromad topayotgan ayollar joy-joyida ota-onasiga farzand, bolalariga ona, turmush o'rtog'iga ayolligini unutmasa, hech qanday turmush o'rtog'ini ishiga ham bu narsa ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Demak, bundan kelib chiqadiki, ikki xil tushuncha bor. Desak, aqlli ayol bilan dono ayol. Nima farqi bor o'rtasida? Aqlli ayol bor deyshadi, dono ayol bor deyshadi. Aqlli ayol o'zi ahmoq bo'ladi, aqlli bo'ladi, dono bo'ladi. Ahmoq bitta chuqurga qayta kelib, o'sha chuqurga tushsa, yana vivit olmaydi, ya'ni o'pit olmaydi, qayta chuqurga tushiradi. Aqlli bitta chuqurga tushgandan keyin o'sha chuqur yoniga borganda aylanishga o'tadi. Dono ahmoq bilan aqllini kuzatib turib, umuman chuqurga bormaydi. Aqlli ayollar bilan dono ayollarning farqi, aqlli ayol hayotiy tajribalariga asoslangan holatda tez qaror qabul qiladi aqllilar. Aqllilar o'ylab o'tirmaydi, chunki aqllilarda har doim fakt bilan rost bo'ladi. Aqllilar joyida javob berishni biladi. O'shaning uchun ko'proq erkaklarga aqlli ayollar emas, dono ayollar ko'proq yoqadi. Ya'ni dono ayol bo'lsa, bo'layotgan vaziyatda o'zini aqliga ham qalbini qo'shadi. Ya'ni insonlarni his qilib turadi. O'sha narsani javobini bilsa ham reski javob bermaydi. Ya'ni o'zini hislarini boshqarib tura oladi dono ayol. Fakt bo'lsa ham, rostni bilsa ham kerakli joyda gapiradi. Dono ayolning farqi shu. Aqlli biladi va joyida gapiradi, aqlli oqlanadi va tortishadi. Dono ayol bundoq qaraydi-da, bu bilan tortish foydasi yo'qligini, unda fakt rostlar bor, tortish foydasi yo'qligini, vaqti kelganda gapirish muhimligini tushunib turadi.
Ya'ni aqlli dono ayolni farqi dono ayolda ham aql, ham qalb ikkalasi birlashgan bo'ladi. Bu donolik. Aqlli faqat fakt rostligi asoslanib o'zini emotsiya hislarini boshqara olmaydi, chunki unda fakt bor, rost bor, tajriba bor, opit bor. U joy-joyida gapirib, oqlanib ketaveradi. Dono ayol kerakli joyda kerakli so'zlarni kerakli paytda gapirishi va hislarni boshqarishni biladi. Mana shu farqi. Agar yana bitta eng muhim savol, ya'ni dono ayol bo'lish uchun nima qilish kerak? Ya'ni emotsional o'zimizni boshqarish uchun nima qilish kerak? O'sha tez jahlni jilovlab yoki o'sha gapirish kerak bo'lgan joyda gapirgisi kelib turibdi. Lekin shu gapirmasdan o'ylab boshqacharoq vaziyatni kutib turib gapirish uchun aynan qayerdan kuch topib, qayerdan xulosa qilishimiz kerak. Dono ayol bo'lish uchun baribir bizni emotsional yashab o'tmagan holatlarimiz bor-da bizni. Ya'ni bizani hislarimiz, emotsiyalarimiz baribir bolacha, arazlimiz, agressiyaga kirishamiz, tortishamiz, qizg'anamiz, talashamiz, ko'ra olmaymiz, hasad qilamiz, nimadir olib qo'ygimiz keladi, birpasda yig'laymiz, manipulyatsiya qilamiz, tushunmaymiz, eshitmaymiz. Bu bizning hislarimiz. Buni boshqarish uchun aslida biz bularni ongli ya'ni asosini boshqarishimiz uchun bizga ilm yetmaydi. Ya'ni biz oldin hislarimizni boshqarishdan oldin shu hislarni boshqarish uchun biz ilm olishimiz kerak. Mana misol uchun aqlli ayol hislarni haqiqatan ham boshqara olmaydi. Chunki u ilm oldi, ha, men bilaman dedi. Ya'ni amaliga ko'chmagandan keyin u aqlli bo'lib ketaveradi. Juda ham ko'p kurslarda o'qigan ayollar bor, lekin hali ham kimlar bilandir tortishadi, hali ham arazlaydi, hali ham o'zini oqlaydi va aytishadiki, "Voy, siz aqlli bo'lib ketibsiz, kelin" deydi, "Uyda o'tiring" deydi. Aqlli ayollar uchun o'zi bilib olgani uchun hamma noto'g'ri yashayotgandek tuyuladi. Aqlli ayol sal ozgina nimanidir tushunib qolsa, srazu shapkasida profil ochadi deb blog yurg'izishni boshlaydi, chunki u aqlli, u biladi, endi hammaga ilm tarqatadi. Lekin haqiqatan ham siz aytganingizdek dono ayollar oldin bilimni olib, tajribasida o'tkazib, o'zini davolaydi va shu ilmi orqali o'zini tuzatadi, o'zini isloh qiladi va o'zi isloh bo'lgandan keyin yonidagi holatni o'zi uni o'zgargandan keyin yonidagi insonlar o'zgarishni boshlagandan keyin ya'ni ayol dono bo'lish uchun olayotgan ilmini o'zini tajribasida qo'llash muhim bo'ladi. Ya'ni aqli bilan qalbini, ya'ni hislarini birlashtiradi va amalga ko'chgandan keyin ayol donolashadi. Ana o'shanda hislarini boshqaradi. Ya'ni o'zgalarda ham undagi haq-huquq borligini tushunib turadi. Misol uchun nimaga faqat menga yoqish kerak yoki faqat menga yoqmagan narsa bo'lish kerakligini aqlli odam tushunmaydi, lekin dono odam tushunadi. To'xta, mendagi haq-huquq bunda ham bor. Dono nima deydi? Misol uchun men fikrimni aytsam, shu fikrimdan keladigan uni ham javobini tayyor bo'lib fikrimni aytaman. Misol uchun Barno, siz menga yoqmaysiz desam, siz ham menga yoqmaysizga tayyor bo'lib aytaman va men xafa bo'lmayman. Chunki men fikrimni aytdim, uni ham o'zini fikrini aytishga haq-huquqi borligini bilaman. Lekin aqlli, siz menga umuman yoqmaysiz deb, siz ham menga yoqmaysiz deb ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi. Xo'p, aqlli sen unga aytding, demak, fikridan kelayotgan oqibat sana fikrini aytayotgan. Ya'ni har bir inson o'zini fikrini aytishga, har bir inson o'zini xatti-harakatlariga va hislarini ko'rsatishga haqqi bor. Lekin fikringiz, xatti-harakatingiz va hislaringizdan ko'rsatganingizdan keyingi keladigan oqibatga chidab bersangiz, hisingizni ko'rsating, o'rningizdan turib chiqib keting va shu inson haqidagi fikringizni ayting. Biz fikrimizni aytamiz, hissiyotlarimizni ko'rsatamiz, xatti-harakat qilamiz, lekin undan keladigan oqibatga chidolmaymiz. Mana sen fikrini aytding, tarsitib chiqib ketding, emotsiyani ko'rsatding. Demak, xuddi shunaqa haq-huquq boshqalarda ham borligini bilib turadi unday ayol. Ko'pincha menga keladigan ayollarni umuman hammasida o'zini erkin fikri yo'q. Ya'ni kim aytadi, "Men mana shu tish qo'yib beraman,
oldingi sohalarda aytishadiki, erimni ko'rsatib keling. Erim nima deydilar? Erimga rangi yoqarmikin? Erimga rasmga olib jo'nating. Erim nima deydi? Yoki bo'lmasam qaynonam nima deydi? Opam nima deydi? 40 yoshli ayollar onam nima deydi deb rasmga olib jo'natadi. Unga nima deysiz? Bo'ldi, уже 40 yoshdasan. U senga tishing o'zingga faqatgina yoqish kerak. Seni tishing bu senga udobni bo'lish kerak, yuzingga, rangingga mos bo'lish kerak. Buni senga doktor aytibdi. Shunchalik o'ziga nisbatan o'zini o'zi baholo olmaydigan tarzda qanaqa qarash mumkin bu aynan ayollarga? O'zi gapingizda, savolingizda mana javob beryapsiz. Bunday 40 yoshingda deyapsiz, demak, uni biologik yoshi 40 yosh, mentalniy yoshi 65-70 yosh bo'lishi mumkin. Lekin qarang, holati hali bolada. O'shaning uchun oyimga ko'rsating, oyi nima deysiz, ada nima deysiz, oyi tishimni qarang, yaxshimi? Eriga ko'rsatayotganda, ada ko'rdingizmi, tishimni nima qilay, ada pul berasizmi deydi. Bu ko'p ayollarga xos. Demak, bunday bolalar infantil, ya'ni holatda, ya'ni bola holatida bo'lgani uchun ichki holati, ya'ni hozir gaplashganimizdagi sostoyaniyasi bola bo'lgani uchun mana shunday savollar beradi. Hozir siz tushunmayotganingiz, siz balki bu holatdan chiqib ketgansiz va ularni holati xuddi bolaga qilayotgan munosabatdek sizni g'ashingizga tegayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bolalarcha bo'lishi mumkin. Lekin ularning yoshi, biologik yoshiga qaramaysiz, ularning ong darajasi shunaqa. Ya'ni soznaniyasi shunaqa, o'sha bolalik holatida qolib ketgani uchun ular uchun bu norma, ular tushunmaydi. Deydi, nima bo'pti deydi, tushunmaydi. O'shaning uchun bunday ayollarga ilm olish va hozirgi bolalik holatidan, sostoyaniyasidan chiqib ketish, o'zini tanlovlarini to'g'ri qilish, o'zi qaror qilishni o'rganishadi va o'sha qarorlaridan qilgan oqibatlariga javob berishni o'rganishadi. Keyin hayotini mas'uliyatini olishni o'rganishadi. Demak, hayotini mas'uliyatini ola olmayapti, qaror qila olmayapti, nimanidir tanlay olmayapti, erkin emas, kimnidir hali ham boshqaruvida. Ya'ni ayol bola holatida. Ya'ni unga ham shunday munosabat qilishadi. Yetib oldingmi? Qani bitta rasm jo'nat, qattasan, qanaqa qo'ydi, nech pulga qo'ydi? Aytgan oyim gaplashadigan, erim gaplashadigan, san narxini gaplashib qo'ymagin. Mana ko'rdingiz, o'zi bola bo'lgani uchun unga bolalarcha munosabat qilishyapti. Lekin u yerda 40 yoshli Ra'no yoki 40 yoshli Nigora yo'q. Chunki uni faqat biologik yoshi va mentalniy yoshi 65-70 yosh bo'lishi mumkin, kimgadir aql o'rgatayotganda. Lekin uni sostoyaniyasi, uni holati baribir bola. Aytishadiki, ya'ni o'sha mas'uliyat olmaslik haqida. Agarda men sizni topib keldimda, erim lekin bilmaydi sizga kelayotganimni. Mana qarang, lekin mana shu tishimni mana shu rangini qilasizda, lekin qarang, lekin menga yarashmay qolsa. Men o'rtada yomon bo'lib qolmay. Men bilmayman-da. Lekin undan oldin rosa aql o'rgatishadi. Men bloger bunaqa tishini qildirdi, men artist bunaqa qildirdi, sen menga bunaqa qilib bering, men bunaqa qilib bering-da. Lekin o'sha momentda qarang lekin o'zingizga. Ya'ni o'sha aytibman-ku, o'zingizga tashab qo'yishadi hamma narsani. Lekin eng yomon meni ko'p soladigan, jahlim chiqaradigan narsa qo'shnisini, dugonasini fikri. Judayam bizada fikrli, bizani ayol kishilarimiz birovni fikri bilan yurishi. Mana shu birovni fikri bilan yuradigan ayollar qanaqa qutulishi mumkin birovni fikridan? O'zgalar fikri sizga muhimmi? Hali sizda o'ziga bo'lgan bahoyingiz past. Chunki har doim sizni solishtirib katta qilingan, kamsitilib katta qilingan, sizni fikringiz eshitilmagan, nima maqsadda bu narsani qilding, nima xohlayapsan, qaroring nima, tanlovlaring nima deyilmagan ayolda bunday tushuncha yo'q, u qayerdan oladi. O'shaning uchun o'zgalar fikri ularga juda ham muhim. O'zlarini isbotlashishadi, o'zlaridan voz kechishadi. Agar shirin ovqat qilsa, kimdir maqtasa o'zini yaxshi deb o'ylashadi, lekin maqtashmasa o'zini yomon deb o'ylashadi. Ya'ni o'zgalar
qilayotgan ularga xatti harakatlari bilan o'zini tanib yurishadi. Ya'ni agar mani qaynonam yomon desa, men yomon ekanman, erim yaxshi desa, yaxshi ekanman. Lekin o'zini yaxshiligini ham, yomonligini ham bilmaydi, chunki unga shunaqa munosabat bo'lgan. Idish yuvib qo'ysa, "Voy, yaxshisan" deshganda 5 minutdan keyin dars qilmasa, "Sen yomonsan" deshgan. O'shaning uchun bizni qaysi holatda va qanday munosabatda o'ssak, bizani ongimiz shunday shakllanadi va bizani hozirgi yashash tarzimiz bizga qilingan munosabat. Bizga qilingan munosabat, bizani ongimiz boshqachasini tanimaydi va ko'rmaydi. Bizga shu narsalarni muhrlashgan. O'shaning uchun farzand tarbiyasida nima muhim deyshadi? Farzand tarbiyasida unga qilayotgan munosabat muhim. Sani gaping muhim emas. Ularga ko'rsatayotgan holating muhim. Sen qanday holat ko'rsatyapsan bolangga? Qanday holat ko'rsatyapsan? O'shaning uchun qadrsizlangan ayollarning farzandlari, xo'rlangan ayollarning farzandlari yoki hayotga tajovuzkor bo'lib o'sishadi. Yoki demak xo'rlanish bu norma deb o'ylab qolishadi. Ya'ni qiynalish, ezilish, ularda shunday holat ular uchun normal bo'lgani uchun har doim xo'rlanishi uchun, zorlanishi uchun, kamsitilishi uchun vaziyat o'zligiga yaratib olishadi va xo'rlanish, kamsitilishni his qilib o'tib ketishadi. Yoki aksincha bo'lishi mumkin. Ehtimol xo'rlanganda, kamsitilganda bola tajovuzkor bo'ladi, o'zini himoya qilish uchun, xo'rlanmaslik uchun, ya'ni qadrsizlantirilmaslik uchun. Qadrsizlangan onani ko'rib qiz bola o'zini eri qadrsizlantirib qo'ymasligi uchun agressiyaga kirishadi. Hali eri hech narsa demadi, lekin hali qadrsizlantirmasdan oldin kerak bo'lsa erini, qaynonasini qadrsizlantirishi mumkin. Bu ham himoya qilish uchun. O'shaning uchun jamiyatimizda agar ayol ilm oladigan bo'lsa, o'zini qadrini tushunadigan bo'lsa, mana ko'p joylarda yoki reyslarda eshitganmiz, mana aytib o'tib ketaman. Xo'p, o'zini qadrini ayol qanday biladi? Qadr nima o'zi? Qadr. Keling shu haqida gaplashaylik. Qadr nima? O'zini qanaqa qadrlash kerak? Chiroyli pomada suribmi yoki zo'r ko'ylak kiyibmi yoki chiroyli ro'mol o'rabmi? Qanaqa qadrlaymiz? Yoki birlant uzun-uzun Qatdan bilsa bo'ladi, qadrlaydi. Qatdan bilsa emas, qadr o'zi nima? Qadr. O'shani ajratib olsin mana ayollar. Mana agar mana shu sanab o'tgan holatlarim sizda bo'lmasa, siz o'zini qadrlaydigan ayollar anaqasiga kirmaysiz. Spiskasiga kirmaysiz. Ichiga kirmayman. Ya'ni ichiga kirmaysiz. Ya'ni siz o'zingizni qadringizni o'zingizdan voz kechgan holatda o'zgalardan qidirib yurasiz. O'shaning uchun kimdir sizni yomon desa yig'laysiz, yaxshi desa xursand bo'lasiz. Aslida sen o'zing bilmaysanmi yaxshi yomonligingni? Seni yomon desa sen nega yig'layapsan? Nega? Demak, sen hali o'zingni qadringni anglab yetmabsan. Agar siz meni hozir har qancha yomon desangiz, bu narsa meni ilmaydi, chunki men o'zimni qadrim qayerdaligini va qadrim nimaligini anglab olganman. Xo'p, qadr nima? Siz sportga boryapsizmi? Tring. Demak, sizda qadringizni bitta qismi bor. Men sportga borsam, men ilm olsam, mani hayotiy ustozim bo'lsa, u hayotda ustozingiz bo'lmasa, kitobiy ustozingiz bo'lishi mumkin. Mani juda ham kitobiy ustozlarim ko'p. Agar men to'g'ri ovqatlanishni bilsam, to'g'ri ovqatlanish bu diyet emas. To'g'ri ovqatlanish bu diyet emas. Ya'ni men hamma narsa yeyishim mumkin, to'g'ri ovqatlanish. Vaqtida yeyman, demak qanchadan yeyishi porsiyasini bilaman. Demak, men agar ilm olsam, ya'ni resursli ayol bo'laman, ya'ni quvvatli ayol bo'laman. Sportga bormasangiz, raqsga borasizmi? Ухоженный vid bormi? O'ziga qaralgan holatingiz, vidingiz bormi? Ya'ni telingizga, tanangizga qanaqa qaraysiz? Tovollaringizga, tirnoqlaringizga, ya'ni agar siz telingizga уход bo'lsa, ухоженный vid bo'lsa, sportga boradigan bo'lsangiz, kitob o'qiydigan bo'lsangiz yoki qanaqadir kurslarda bo'ladigan bo'lsangiz, atrofingiz kimlardan iborat? Atrofingiz nimalar haqida gaplashasiz? Ya'ni o'zini qadrlaydigan ayol har doim noliydigan, shikoyat qiladigan dugonalar bilan bo'lmaydi. Chunki nolish, shikoyat ularni holatiga tushib qolmaslik uchun aytadi, o'rtoqjon, men seni tushuntiribman. Undan ko'ra agar o'qishga qurbi yetmayotgan bo'lsa, shunda o'tirganda so'ra. Men nima qilay, shu holatdan qanday chiqib ketay deb so'rovchi bor. O'sha yuzlanganda Robbingdan so'ra deydi. Lekin ularning holatiga tushmaydi. Demak, o'zini qadrini biladigan inson bunday holatdagi insonlardan uzoq yuradi, kitob o'qiydi, raqsga boradi, sportga boradi, hayotiy ustozi bo'ladi, kosmetikasi bo'ladi, kosmetologiyasi bo'ladi, ya'ni kosmetologi boradigan joyi. Hayotida bir yilda bir marta bo'lsa ham massajga o'ziga ruxsat beradi, progrulka bo'ladi va hayotida dam oladi. Dam olishni biladi.
ya'ni oilasi bilan. Endi qarang, insonni o'zini qadrlaydigan inson agar qadrini yaxshilikcha qilmasa, endi teskarisi yomonlikcha qiladi. Mana qarang, sportga vaqt ketadi deyshadi. To'g'ri. Endi qarang, men sanab o'tilgan narsagacha pul kerak deyshadi. Yo'q, aslida bundoq ko'rib chiqsa, To'g'ri. sport, YouTube qo'yib ol, 10 minut zanimatsiya qil. Raqs uyda qo'yib ol, YouTube'da zanimatsiya qil. Ilm, kitob ol, o'qi. Ustoz, hayotiy ustoz. Top hayotiy ustoz. O'sha kitobni avtorlari yaxshi kitoblar, foydali kitoblar o'qish kerak. Hayotingizni o'sha kitoblaringizni avtorlari sizni hayotiy ustozlaringiz bo'ladi. Har doim to'g'ri ovqatlan. Uyingizda qilayotgan ovqatdan ko'p bo'kib emas, o'zingizga loyig'ini yeng. Demak, правильное питание. Прогулка, hammadan qolib ketganini emas. Ha, tekin. Bizning aksar ayollarimiz go'shtli joylarini eriga suzib beradi, bolalariga suzib beradi yoki yaxshi tansiq ovqat qilgan bo'lsa, hammani yedirib oladi-da, keyin o'zi qolgan ovqatni isitmasdan ham sovuq qilib yeyishadi. Aytishadi, "Voy, mushtipar ona, voy qanaqa yaxshi ona." U mushtipar onami bu? Mushtipar onalikka kiradi. Bunga ham norma qarasa bo'ladi. Misol uchun, bolasi yaxshi ishi uchun, eri yaxshi ishi uchun ayol xohlamagan. Agar ayol shu narsani xohlasa, o'zi oldin yeb, keyin bolalariga bergan bo'lardi. Ko'p ayollar o'zi xohlamaydi bunaqa ovqatlanishni. Ya'ni o'ziga bu narsani xohlab tursa beryaptimi, demak o'zini qadrsizlantiryapti. Demak, agar sen o'sha narsani yeb olsang, sen quvvatga to'lasan, sen sog'lomroq bo'lasan, seni eringga ham, bolalaringga ham quvvating yetadi. Ya'ni eringga ham, bolalaringga ham sog'lom bo'lsangina, sen xohlagandek ayol bo'lasan, sen xohlagandek bolalaringga ona bo'lasan. O'shaning uchun qadr qiymat nima bilan o'lchanadi deyilganda, o'ziga bo'lgan e'tibor bilan o'lchanadi. O'ziga e'tibor bo'lgan faqat tanangiz emas, ya'ni o'zingizni emotsional holatingizga ham e'tibor berishingiz kerak. Demak, men xotirjam ayol bo'lsam, sport bilan shug'ullansam, raqsga borsam, hayotimda прогулка bo'lsa, ilm bo'lsa, ilm ustozi bo'lsa, kosmetologiya bo'lsa, ухоженный вид bo'lsa, mana bu meni qadrim. Endi agar men bularni qilmasam, men bularni qilish uchun voy, menda hozir vaqt yo'q, прогулкаga ham, sportga ham, uxotga ham meni vaqtim yo'q. Oddiy, tuxumli, bodringli maskadan ham maska qilsangiz bo'ladi. Oddiy, o'zingizni oyog'ingizni tog'oraga ivitib qo'yib ham, o'zingizga relaks qilib, yuzingizga o'sha qatiqchalarni surib ham, o'zingizni dam oldirsangiz bo'ladi. Oddiy, shu narsalarga pul kerak deb o'ylashadi. Sekin-sekin shu narsalardan boshlaydigan bo'lsam, endi meni состояние, meni holatim 100% o'zgaradi. Bu holat o'zgargandan keyin menga munosabat boshqacha bo'ladi. Endi agar men bularni qilmasam, meni vaqtim va shu qadrimga ishlatayotgan pulimni men dorilarga ishlataman. Vaqtimni endokrinologga очередga turib, ginekologga borib davolanib, men vaqtimni va o'zimni qadrimga sarflaydigan pulimni yaxshilikcha ishlatmasam, yomonlikcha baribir ishlataman. To'g'ri. To'g'ri. Farqi yo'q. Ayollar, bu tarafida siz o'zingizning qadringizga vaqt va o'zingizga imkoniyatlar bermasangiz, baribir o'sha vaqt va imkoniyat pullaringiz bunaqasiga chiqib ketadi. Dorilarga chiqib ketadi, vaqtingiz o'chirtliga chiqib ketadi, ya'ni analizga chiqib ketadi. Ya'ni qanaqadir vaqtda 10 kunlab kasal bo'lib yotishingizga dam olmasangiz, bunaqasiga bo'lsa, bunaqasiga chiqib ketadi. Demak, qadrsizlantiryapti kimdir sizni emas. Siz oldin o'zingizni qadrsizlantiryapsiz. Mana qadr deganda shu bo'ladi. Ya'ni qadr deganda poshna tufli zo'r kiyib olib egoist bo'lish emas. Kichkina oddiy narsalardan boshlash kerak. Ko'pchilik ayollar aytadi, "Bo'ldi, men qadrimni bilib oldim. Men xizmat boshlab buni qilmayman. Bu qadr emas." Qadr emas. Bo'ldi, men sizni xizmatingizni ham qilmayman, sizlarga majbur bo'lsa kerak. Yo'q, o'zingga bo'lgan munosabat bu qadr. Nimaga? Telingga bo'layotgan munosabat, ongingga bo'layotgan munosabat va ruhiyatingga bo'layotgan munosabat, emotsional holatingga bo'layotgan munosabat. Tana va emotsiya, psixika alohida narsa. Tanamizga bo'layotgan munosabat, aytganimdek, sport, massaj, to'g'ri ovqatlanish bo'ladigan bo'lsa, emotsional holatimizga bo'layotgan munosabat faqat ilm, o'qish. O'qigan inson haqiqatan ham emotsional holati o'zgaradi. Sizni taningiz bilan haqiqatan ham emotsional holatingiz umuman bir-biriga bog'liq emas. Psixika va somatika. Ya'ni insonning emotsional holati bilan tanasi ikkalasi bir-biriga uzviy bog'liq. O'shaning uchun men o'zimga diqqatimni qaratib, o'zimni oldin qadrimni o'zim bilsam, meni qadrimni keyin bilishadi. Bizda o'zi hamma kasal bo'lgandan keyin meni qadrimni bilishmadi.
yo'q, qadr Sallanib kasal bo'ldim. Ha? Sallanib mana tishlarim to'kilib ketdi. Sallanib tuqqanim uchun mana men endi tishsiz bo'lib o'tiribman. erimga 3 ta tug'ib berdim, qadrlamayapti. Sen qadrlashlari uchun bitta oynaga qara yoki qadrlashlari uchun holatingga qara. Tushkun, charchab ketgan, dam olmagan, kasal, venalarim ko'karib ketgan, uyqusizman. Обязательно o'zini qadrini biladigan ayol hayotida 8 soat uyqu bo'lishi kerak. Ha, bu norma. Da, norma. To'g'ri. 8 soat uyqu bo'lsa, men o'ylaymanki, yetadi. Ko'p uxlash ham zarar. Bir xil ayollar aytadiki, qancha uxlab olsam, shuncha zo'r bo'lib yuraman. Ya'ni o'zi energiyasi yo'q. O'shaning uchun uyqu tortaveradi uni. Lekin o'sha aytayotganingizdek, ichida, ruhiyatida energiyaga to'lib bo'lsa, o'sha 8 soat uyqu unga yetadi. Yetib ham ortadi ham. Va o'sha trezya ayol bo'lib, yugurib, hamma narsada epchil bo'lib, hayotiga ham, bolalariga ham, hammaga ya'ni quvvat bera oladi. Bolalaringiz qadrlash uchun, turmush o'rtog'ingiz qadrlash uchun talab qilayotgan narsangizni, qarang, biz talab qilayotgan narsa o'zimiz qilmayotgan narsalar. O'shaning uchun yana xafa ham bo'lib qo'yamiz, erimiz qadrlamasa. Haqiqatan ham o'zingga o'zing qilgan xatti-harakatingni senga kimdir отраженияsi bo'ladi. Всё, bo'ldi. Hozir sizni kursingizda bu boshqalarga balki kurs reklamasi bo'lib qoladi, lekin men uchun emas. Bor haqiqatda biladi, chunki bizda aynan sizni kursingizda o'qiyotgan kursdoshlarimiz ham, boshqa ko'p ayol va qizlar o'zidagi qo'g'atdan natija bor. Ya'ni sizda reklamadan ham burun sarafanda radio yaxshi o'ynaydi. Men o'zim o'rtoqlarib ketaman. O'rtoqlarim o'zini o'rtoqlariga aytadi, chunki biz shundan natija olamiz. Ya'ni aytmoqman, siz birinchi kelgan paytlaringizni hozir eslasam, mana o'sha klinikaga kelgansiz, men qanaqa bu ayol keldi, kibrini qara deb hammayoqlarni yig'ishtir, ol, tozala, art, hamma yoq shu siz bilan ovorada. Keyin o'sha sekin siz bilan gaplashgandan keyin, dunyoga tushgandan keyin, yo'q, bu kibr emas. Meni holatim bo'lgan. Siz, bu meni как будто siz kibrli xotin, ayol deb ko'rganman-da. Va o'sha aytgansizki, men bunaqa dedim, ayrimga bunaqa dedim, oyimga bunaqa dedim, desam, yo'q, unaqa emas Barno. Bunaqa. Siz konsultatsiyaga keling, siz bitta ko'ring dedingiz. O'shanda men oddiy masala bo'yicha, hozirgi o'ylovim bo'yicha oddiy, lekin u paytda oddiy emas. U paytda bitta xodimim meni aldagani, yana nimadirlar, meni bir sotdi deb, nimadirlar deb aytgan edim. Siz bunga shunaqa maslahat bergansiz-da. Hozir o'ylasam, men uchun shu narsalar hozirgi jarayonimda juda ham oddiy narsalar. Bu juda ham ko'p bizani o'sha ayollarimizda xuddi shunaqa holat bor. Yechim tashqaridan qidirishadi. Ha, yechim tashqaridan qidirishadi-da. Demak, sizni sotib ketyaptimi kimdir? O'sha sizni aldab ketyaptimi kimdir sizni chuv tushirib ketyaptimi? Bu siz o'zingiz. Siz o'zingiz o'sha odamsiz. O'sha kichkinaligidan o'sha og'riqlarga chidagan bola, har doim shu maktabida shu ajratib qo'yadigan nimadir bola. Bu mana katta bo'lganim shu. Shu holatdan, ruhiyatidan ishlab chiqib ketib va o'zida o'zgarishi bo'lgan inson sifatida o'ylaymanki, bu ilmni, aynan psixologiyani chek-chegarasi yo'q ekan. To'ppa-to'g'ri. Birinchi o'rinda o'ylaymanki, men o'sha oilamdagi munosabatlarimda o'zgardi. Ikkinchi o'rinda ishimdagi pul munosabatlarimda. Mana ko'pchilikni qiziqtiradigan pul munosabatlari. Chunki rahbar ayol har doim baribir pul munosabatlari bilan birga yuradi. Chunki u pulni hamma yoqqa yetkazish kerak. Lekin ishoning, ayol kishi pul topishga majbur emasligi, ayol pul topishi faqat o'zi uchunligini va o'sha qaytangi boshqa odamlarga yordam berishi kerakligini, yordam berish deganda qanaqa? O'sha xayr, ehson o'zingdan orttirib shuligini bilganimdan keyin ishoning, men har kuni o'sha ko'zimni ochib, yugurib, energiyaga to'lib kelaman. Men xursandman. Xursandman. Boshqa ayollarni, ya'ni boshqalarning fikri bilan yuradigan ayollar haqida gapirdik. Endi shunaqa ayollar borki, ya'ni siz kursingizda o'qigan, men o'zimni ko'p kursdoshlarim, chunki ular kelishganda
man ko'p narsani tushunamanki, hali ular yetishmaydi. O'qiganmi, o'zini ustida ishlaganmi, aynan psixologik. Aytaman, hozir bu tishingizni man 2 haftadan keyin qila olaman. Chunki hozir shunaqa vaziyat, sizni milkingizda shunaqa holat, o'zgarish, yaxshilash kerak deb to'g'ri tushuntiraman. Boshqa ayollar, ya'ni o'sha psixologik ishlanmagan ayollar bir pasda aytadiki, "Yo'q, qanaqa 2 hafta, nima qilyapsiz? Tezroq qilib bering, erimdan gap eshitaman." Bu ayollar shunaqa to'g'ri qabul qiladi, Umida Anvarovna aytishadi. To'g'ri aytyapsiz, mayli, o'sha 2 haftadan keyin o'sha bitta vaqtga yozib qo'ying. Vaziyatni qabul qilishadi. Ha, qabul qilish. Sokinlik. Hamma narsaga to'g'ri baho berish. Keyin sekin so'rayman-da, nima qilgansizlar? Umida Anvarovna kursida o'qiganmiz. Ya'ni o'sha bekorga kursingizni otdi, garmoniya emas. Bu yerda hozir kurs reklamasi ham bo'lmayapti. Men yana bitta aytaman. Bu yerda eng asosiy urg'u o'sha ayollarni o'z ilm olishida, ayollarni psixologik ishlashida. Chunki ko'p ayollar menga ham yozishadi, mana men Toshkentni bitirdim. Magistraturasini ham bitirdim. Mana o'ylang, hozir 3 yil kollejga vaqti ketdi, 7 yil, 10 yil umrini o'qigan, 10 yil umrini mana shu meditsinaga sarflagan va shu hozir uydaman. Bolam bilan, farzandim bilan o'tiribman uyda. Qanaqa o'xshasam bo'ladi sizga? Qanaqa mana shu ishlarni qilsam bo'ladi? Men ham qo'limdan kelarmikin? Shunaqa ishlab ketish deyshadi-da, "Xo'p, keling o'rgataman." Keling desa, "Ha, mayli" deyshadi, kelmaydi hech qachon. Mana shu masalasi ham bor. Ya'ni ayol kishi rivojlanaman desa, xatti-harakatga. Xatti-harakatda. Butun atrofdan kutish kerak emas, to'g'ri? Eri, kelma ol, qaynonasi, keling ishlay qoling. Mas'uliyat olish kerak, ilm olish kerak. Mas'uliyat, ilm insonni o'stiradi. Aytganingizdek, hozir energichni hamma narsa qilgim kelyapti deganingiz sababi o'tmishdagi bo'lgan holatlaringiz, vaziyatlaringizdan tajriba sifatida, xulosa, opit sifatida oldingiz, kelajakdagi esingizda bo'lsa, xavotirlaringiz, gumonlaringiz ketdi. Barno hozir va shu yerda bo'lgani uchun nimadirlar qilgisi kelyapti. Ayollar nimaga? Chunki "Yo, bo'ldi, men qilaman, bo'ldi, men tushundim" deb nima qildingiz? Birinchi mas'uliyat oldingiz. Oldin mas'uliyat olmagan edingiz, hammaga to'nkagan edingiz. Hamma yomon, Barno nima qildi? Bechora, men nima qildim? Men tushunmayapman. Men hamma narsani yaxshi qilishga harakat qilaman. Hamma narsani menga tushuntirib bering deganingizda, deb yuragimiz siqilib ketib, undan ko'ra boring oldimga debdi. Men hozir bu yerda hal qila olmaymiz. U juda ham kerakli jarayon deganimda, birinchidan sizdan minnatdorman. Молодецsiz. Haqiqatan ham mas'uliyat oldingiz, keldingiz. Aytganingizdek, o'zingizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Yana bitta tipdagi ayollar borki, bu tipdagi ayollar, ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi sabrli, matonatli ayol. Lekin unda olib qaraganda sabr emas, ya'ni chidab yashash. Faqat aytishadiki, "Men chidavomman, mana erimni zulmiga chidavomman. Hammani zulmiga men chidavomman, chidab yashab kelyapman va o'ylaymanki, erimdan kutmaganimni farzandlarimdan kutaman." Va o'sha kunni kutadi. Keyin farzandlarida ham shu bo'ladimi, yo'qmi? Ko'pincha holatda farzandlari ham xuddi otasi qilgan ishni qiladi. Bunaqa ayollarga nima deysiz? Jamiyatda o'ziniga chidab yashash kerak degan tushuncha haqida. Chidash bilan sabrni farqlab olishimiz kerak-da. Albatta, agar biz bunga chidaydigan bo'lsak, chidash bu og'riq beradi insonga. Chidashda har doim og'riq bor. Chunki chidash oxiri oqibat portlashga olib keladi. Keling, chidash bilan sabr ajratib olamiz. Chidash nima? Xo'p, mayli. Hozir qayerga ham ketardim. Hozir borsam ota-onam nima deydi? Singillarim erga tegmagan. Chidash. Demak, men o'zimni xohish va istaklarimni bostiraveraman. Fikrimni ayta olmayman. Kaltak yesam ham shikoyat qila olmayman, o'zimni himoya qila olmayman. Men chidayman. Lekin bu chidash oxir oqibat men indamasam baribir kasallik bilan tugaydi. Chidab hech kim chidab oxirida portlamaydigan chidash oxiri minnatga aylanadi. Portlagandan keyin mana men sizlar uchun yashagan edim, sizlar chidadim, sizlar uchun deb farzandlarimizga agressiya ko'rsatishimiz, portlaganimizda butun umr qilgan xizmatingizni eringizga minnat qilib qo'yishingiz yuziga solish yoki qaynatangiz bilan 20-25 yildan keyin katta portlashlar bo'lish, bu chidash, ya'ni og'riq
oxiri portlashga olib keladi. Agar portlamasangiz nimaga olib keladi? Portlamasangiz tanadan kasalliklar orqali, har xil o'simtalar orqali, onkologik kasalliklar, diabet, ya'ni qon tomir kasalliklari, psixoz, nevroz, mana shunday kasalliklar bilan baribir namoyon bo'ladi bu chidash. Sabr o'zi nima? Sabr. Hozir meni ham hayotimda shunaqa vaziyatlar ko'p. Oldin men chidagan bo'lsam, hozir sabr qilaman. Xo'p, sabr o'zi nima? Sabr bizda e'tiqodimizda bor. Sabr qilish kerak. Ayollar sabrli bo'lish kerak. Lekin sabr bilan chidashni bizga tushuntirishmagani uchun, bu haqida chuqurroq balki ilm olmaganimiz uchun sabr nima? Sabr har qanday holatdan ya'ni xulosa olishim, ya'ni o'qit olishim. Har qanday holatdan kimlarnidir aybdor qilmasdan turib, vaziyatni tahlil qila olishim. Ya'ni sabrli inson ichiga yutmaydi. Sabrli inson hattoki bo'layotgan jarayonda fikrini ayta oladi yoki aytish befoydaliligini tushunib turadi. Haligi aytganimdagi uni fikrini aytishga haqqi borligini tushunadi. Ya'ni faqatgina ilmli ayol sabr qila oladi. Sabr qila oladi, ya'ni hissiyotlarni boshqara oladi va buni ichiga yutmaydi. O'sha joyi o'zida hal qilib ketaveradi. Ya'ni uni o'tmishga yoki kelajakka yoki oxiratga yoki topshirdim, jazoini ol, bu chidash. Sabr tahlil, ya'ni tafakkur. Senga nimaga bunaqa turmush o'rtoq berildi? Men sabr qilaman. U meni farzandlarimning otasi. Men endi tushundimki, bu turmush o'rtoq menga bejiz berilmagan. Men sabr qilaman. Men uni qoralamayman, ayblamayman, yomonlamayman, men sabr qilaman. Ama chidasam, men bolalarim uchun chidaman, lekin men erimdan nafratlanaman. Men yashashni istamayman, lekin chidayman. Sabr qilganda, yo'q, bu bejiz, bu erkak bilan emasman. Demak, buni ortidan menga beriladigan xayr bor, mukofotlar bor. Men sabr qilaman. Sabr bor, chidash ham bor, lekin chidash insonni portlash va kasallikka olib keladi. Demak, sabr qilish uchun ilm kerak. Sabr qilish uchun ilm kerak. Har bitta vaziyatni baholash kerak. Ya'ni sizga to'g'ri baholash kerak. To'g'ri baholash kerak. Ya'ni sizga eringiz nimadir deb baqiryapti. Boshqa ayol bo'lsa, jonimga tegib ketdi, sen meni baqiraverganing. Ayol bo'lsa, o'sha sabrli ayol bo'lsa, hozir holati shunday. Hozir holati turmush o'rtog'imni qorni ochdi. Balki rahbaridan gap eshitib kelgandir. Ko'chada har xil holat. Hozir o'zlarini bosib keyin so'rayman. Ovqatingizni yeysizmi? Men sabr qildim, men yutmadim. Demak, sabrli ayol, dono ayol hammasi. Dono ayol sabr qilishni biladi. Sabr qilishni biladi. Mana nimaga erkak ayoldan shikoyat qilmayapti? Bitta o'ylab ko'rsin ayollar. Men hali ko'rmadim. Bitta erkak chiqib olib, "Voy, meni xotinim uy yig'ishtirmayapti, bolalarimga qaramayapti, shaltoq, menga ovqat shirin qilmayapti, umuman xotinimdan noroziman." Xotinim menga yoqmayapti demayapti. Men ko'rmadim hali, na televiziyaga chiqdi, na bitta relsga chiqib meni xotinim yomon deganlar. Lekin nima uchundir ayollar shikoyat qilyapti. Demak, har ikki taraf qarasa, o'zi erkaklar tushunmayapti, tinchlikmi ish qilib, oxiri tinchlik bo'lsin. Xotinlar bu bejiz emas. Nimaga jahl qilishadi xotinlar? Nimaga biz o'qiverishimiz kerak? Erkaklarni ham davolaydi, erkaklarni ham o'zini ustida ishlasin. Erkaklar davolanishi yoki o'zini ustida ishlashi kerak bo'ladigan bo'lsa, sen unda kutib o'tiraver. Faqat ering davolanish, o'zini ustida ishlashi mas'uliyatini olguncha. Sen bitta narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni siz shu narsani tushuningki, siz davolanish kerak, o'zini ustida ishlash kerak bo'lgan erkak nimaga keldi? Seni davolanishing va o'zingni ustingda ishlashingni ko'rsatish uchun keldi. Men ko'rmadim hali, rostdan ko'rmadim ham, eshitmadim. Hech bir erkak yoki iltimos meni konsultatsiyaga yozib qo'ying. Men o'zi erkaklarni konsultatsiya qilmayman, lekin iltimos meni shikoyatim bor. Ayolimni to'g'rilab bering. Ayolim o'zgarsin degan men hali erkakni ko'rmadim, lekin men ayollarda shu narsalarni juda ham ko'p kuzatyapman. Har ayolni bittasida. Demak, kim shikoyat qilayotgan bo'lsa, kim norozi bo'layotgan bo'lsa, o'zida. O'shanda mana oyna aytmayapti-ku, "O, Barno, qani mana oynada erkaklar, oynada til yo'q, oynada jag' yo'q, oyna faqat ko'rsatib beradi. Oyna bundoq qarab tiliga kirib, "Barno, ro'molingni to'g'illa, sana mana bu yering yoqmayapti" demayapti-ku, to'g'rimi? Demaydi. Demak, kimga yoqmayapti? O'sha masjidida holi bor, dog'i bor, ya'ni qanaqadir
noto'g'ri xatti-harakat yoki o'tib-betida to'g'rilaydigan oynaga qarab turib, o'ziga qarab turib yoqmayapti. Demak, kim to'g'rilash kerak? Oyna o'zini to'g'rilasinmi yoki oynaga qarayotgan inson o'zini to'g'rilasinmi? Demak, ayol kishi haqiqatdan ham ilm olish kerak. Nimaga erkaklar qayerda erkaklarni nimaga ilm olmaydi deymiz? O'sha erkaklarni tug'ayotgan, jamiyatga tarbiya qilayotgan ayol kishi. Ayol kishi. Ona ham ayol, farzand ham ayol, o'sha ayolga rafiqa ham ayol. Demak, erkak kishilarni jamiyatga tayyorlayotganda va erkaklarni xatti-harakatga keltirayotgan ayol. O'shaning uchun er qiladigan ham, qora er qiladigan ham, mana shu naqlni tushunmasdim. Rosa yomon ko'rganman mana shu naqlni. Nima? Bizni hamma narsa bizga to'nkab qo'yishadi. Erkaklarchi, demak, faqat bitta tarafga qaravermaymiz. Demak, hozir kim shikoyat qilyapti, o'sha tarafdan qaraymiz. Agar erkaklar tarafdan shikoyat qilinadigan bo'lsa, ayol erkakning o'rniga oyna bo'lib beradi. 100% bu gapingiz to'g'ri. Har ikkala tarafda ham ko'rib chiqish kerak. Faqat ayol aybdor yoki nimaga faqat aytiladi. Erkakka yoqish uchun 5 ta mamnaq qilish kerak. Erkakka yoqish uchun 18+ darslari bor. Erkakka yoqish uchun nimaga yana erkakka nimadirlar qilish uchun. Ko'ryapsizmi, qarang. Biz yana o'qiyapmiz ularga o'zgarishimiz uchun. Nimaga o'zimiz o'zgarishimiz uchun bu narsalarni qilmayapmiz. Nimaga o'zimizda nimanidir to'g'rilash uchun harakat qilmayapmiz. Ya'ni erkaklarga yoqish, erkaklarga 5 ta mamnaq qilish kerak, erkaklarga 10 ta mamnaq qilish kerak. Erkaklar vashi jim, mut. Erkaklar yo'q chiqadi. Ayollar o'ziga yaratadi, o'zi janjal qiladi, o'zi yarashadi, o'zini davolaydi, o'zi kursda o'qiydi, o'zi to'polon qiladi, o'zi tuzalib ketaveradi keyin. To'g'ri aytyapsiz, chunki ko'pincha holatlarda aynan o'sha o'g'il tarbiyasini qilayotganda ham asosiy rol o'ynaydigan bu ayollar hisoblanadi. Ona, ayol, o'sha ona asosiy rol o'ynaydi. Ko'pchilik aytilyapti-ku, bolani qo'rqoq qilib qo'yadigan ham, mas'uliyatsiz qilib qo'yadigan ham, o'zini o'zi o'sha xatti-harakatlari uchun o'zi javob beradigan, erkin fikrli oladigan, sog'lom o'sha bolani tarbiyalaydigan bu aynan onalar hisoblanadi, ayollar hisoblanadi. Aytadi-yu, men senga eng yaxshi qilgan ishim mana shu onangga uylanganim bo'ldi deydi-yu. Xuddi shunaqa, to'g'ri. Ertaga o'sha tog' o'sha pulni topib kelmaydimi, boshqa topib kelmaydimi, erkak kishi ko'chada yuradi. Ya'ni ko'chani ishi bilan mashg'ul. Shunaqa. Bola necha soat vaqtini kamida onasi bilan o'tkazish kerak. Mana mana shu haqida fikringizni ayting. Zo'r, sog'lom, chiroyli va o'zini fikrida turadigan, mas'uliyatli o'g'il bolani tarbiyalaydigan ayol kim bo'lish kerak? Hozir aytganimdek, jamiyatga sog'lom, omadli, muvaffaqiyatli, aqlli farzandlarni tarbiyalash uchun aytganimdek, ayol ilmli bo'lishi kerak. O'shaning uchun haqiqatan ham ilm insonni nafaqat o'ziga foyda bo'ladi, atrofdagilarga, ya'ni jamiyatga juda ham katta foyda bo'ladi. Hurmatli ayollar, juda ham har biringizni ilm olishingizni juda ham xohlagan bo'lardim. Albatta, ilm olish mas'uliyatini oling, o'z ustingizda ishlang. Ana o'shanda siz atrofga savollar berishni bas qilasiz. Bunday savollarni har doim javobi o'zi bilan bo'ladi. Ya'ni siz berayotgan savollar bilan hattoki javoblari yonma-yon. Agar bunga yechim xohlayotgan bo'lsangiz, har qancha savolni diktofonga yozib, o'sha diktofonni qayta eshitadigan bo'lsangiz, ayolga o'zicha o'zi tuzalish kerak emas. Ayol eshitish kerak, ayolga ha deyish kerak. Bo'ldi. Boshqa narsa uchun ayol shikoyat qilib norozi bo'lmaydi. Ayollarchi faqat eshitib bersang va unga voy desang va o'sha orqali u mehr olsa yoki bitta quchoqlasang, bo'ldi, shu bilan u tuzalib ketaveradi. To'g'ri. O'sha narsani atrofdan kutmasdan turib, diktofonga ovozingni yozganda, o'zing bitta eshitib ko'rgan, o'zingning savolingga o'zi javob bo'ladi. Har bitta ayolda bor. Bu juda ham zo'r layfhak bo'ldi. Albatta ko'p ayollar shu ishni qilib ko'rsin. Yozingda o'zingiz kimgadir albatta zo'r foyda beradi. Siz peripiska qilib yozishingiz ham mumkin. O'sha peripiskani o'qib turib, o'zingiz tarafdan gapirayotganingizni bitta o'qib chiqsangiz, o'zi asli o'zingizga xat yozgan bo'lasiz. Tushunib olasiz. Ichki holatini tushunib olasiz. Chunki aytganmiz-ku, ko'p ayollar o'sha atrofda, hamma yoqda o'zida emas. Lekin o'zida emasda. O'zida emas, o'zini ichini eshitmaydi. Shunaqa. Shunaqa ilmlarni sizdan olganim uchun rahmat ustozim. Va bugungi mehmoningiz bo'lganimdan boshim osmonga yetdi va juda ham ko'p ayollarni qisman bo'lsa-da
o'z haqidagi fikrini o'zgartira olganimizga sababchi qilganimizdan juda ham xursandman va ko'p ayollar man orqali savollarini berib oldi va o'ylaymanki ular yanada bu haqdagi bilimini chuqurlashtirishda davom etadi. Menimcha hamma ayollarga juda ham kerakli, manfaatli suhbat bo'ldi. Umida Anvarovna bilan aynan savol beruvchi, mehmon, suhbatdosh kim bo'lishini xohlardinglar? Kommentariyalarda yozib qoldiring.